Yo'lning poyoni ko'rindi timtos. Sen nada mag'rursan, ezildi bag'rim. Ko'zimni bo'sh yumib qipaqdim qiyos. Teraklar qaraydi menga bek g'amkin. Bo'yingdek bir ishonch parlaydi yorqin. Qalbimda sen aman qolasan jinim. Yanına men kabi suyalmas hech kim. Hey! Mung bosqan ko'zlaringni asliyalayman. Sen cho'qim yiroqqa boqding lavulda. Mana yana bir kun o'tdi ming tasdan. Yulduzlarga qo'shildim yo'lingga qarab. Mung bosqan ko'zlaringni asliyalayman. Sen cho'qim yiroqqa boqding lavulda. Mana yana bir kun o'tdi ming tasdan. Yulduzlarga qo'shildim yo'lingga qarab. Kimlarni yod etdim, kimlarni kutdim. Mehrimda borliqing bo'lmoqda ayon. Oldirash yo'lini kesib o'tgansan balki. Oxirini o'ylashdim, qilman gumon. Teraklar qaraydi menga bek g'amkin. Bo'yingdek bir ishonch parlaydi yorqin. Qalbimda sen aman qolasan jinim. Yanına men kabi suyalmas hech kim. Mung bosqan ko'zlaringni asliyalayman. Sen cho'qim yiroqqa boqding lavulda. Mana yana bir kun o'tdi ming tasdan. Yulduzlarga qo'shildim yo'lingga qarab. Mung bosqan ko'zlaringni asliyalayman. Sen cho'qim yiroqqa boqding lavulda. Mana yana bir kun o'tdi ming tasdan. Yulduzlarga qo'shildim yo'lingga qarab. Rahmat. Rahmat. Tas qaldinglar ha vallahi o'ylanmag'in. Beshikli aylandik. Men yaman ovozi tatlı qizdan birini bir deb qoldik deb o'yladim. Talishadigan bo'ldim deb. Ya bu sanımdan şagirdimiki deb o'yladim balkim. İnsans o'xshaydi. Her xil xiyollar bo'lib ketdi. İnsanchilikdan. Rana Roziya sizga salom. Xush kelibsiz. Rahmat.
Aldı bilen şu İpek Yolu Sadası programmasındaki Abdullah Ustaz başçılığındaki barlıq ustazlarga, şundaqla ekran aldıdaki barlıq tamaşabin dostlarga menden çoğunqur salam. Rahmet. Rahmet. Bu Ranani biz quchqimizda cho'ng qilgan bola desakmi bo'ldi. Ashundaq qo'y. Birinchi naqshlardan tatib biz guvochi bo'la olamizda, shu koni qo'rodagi vaqtimizdan tatib naqshlarni anglab kelyapmiz. Men lekin shu qizimizning ko'migili uzun bo'ldi. Balkim uchrashammidik. Ashundaq oldimdagi yo'lni kesib o'tib ketdim balkim deb qoldim menmi. Bunun naqshisi, muj naqshisi dehshat muda qara. Jahonning hamma yerida bor. Hamma bolalar yaxshi ko'rdi bu naqshni. Rahmat. Bu bir shunda o'zgacha xosligiga bir ovozchi bu. Bu ovoz, ha, ovoz. Bolalar naqshi aytayotgan vaqtda biz yaxshi mastamizdiq Ranarozniki mana. Yoki sportchi va yoki olim deydigan naqshda. Ranarozi menmi shu tirikchilikning g'ami bilan yurib sizni ko'migilim uzun bo'pti. Ovozingizni bek sig'inib ekanman. Hozir his qildim shu sig'ing'inimni sizning ovozingizni. Boshqadan his qildim. Hatto shu naqshingizni anglabchi, shu naqshingizda deyilayotgan tekstni men shu sizga demoqchi bo'lgan, o'zimning sizga demoqchi bo'lgan gibidek his qilib ketdim. Haqiqatan bek chiroyli chiqqan asar. Rahmat. Şu turmuş halakçıligi bilan uzun bo'lib qoldi men ekran yuzida ko'rinmagili. Shu yaqinda men o'zimning aslimga qaytib degandek partiya hukumatning g'amxo'rligi shundaqla sizlarga o'xshash qo'llovchilarimiz san'atga taqozo bo'layotgan barliq do'stlarimizning taqozosi bilan mushu sahnada namoyon bo'ldim. Muşu münasebet bilen muşu heveskarlarımızın özünün talantını namayan kıldığan muşundaq bir İpek Yolu Sadasıdek muşundaq büyük bir sahnede sizler bilen yüz görüşkenligimden intayın hoşalman. Şundaqla mahirlerimizga yaxshi natijalarni tilash bilan birga muşu akşamni sizlarga taqdim qilganimdan intayın hoşalman. Rahmat. Sizga rahmat Ranada. Siz naqsh aytayotgan vaqtingizda men ayni vaqtdagi o'zimning kichik vaqtlarimni eslab ketdim. Mening bir beshimni cho'ng bir silgansiz. Balkim esingizda yo'q deyman. Ayni vaqtda men 2004-yil shu Qurbon hayitlik kechilikda vatanda baharni tilshatganlarimiz aytimiz yamasa u vaqt mening dashuning shu 3-yillik vaqtda o'qiyotgan vaqtlarim. Men choshlarni silishni bilmayman. Darhol chosh silinglar, darhol mundaq qilinglar, undaq qilinglar deb bir muncha talablar bor. Men u ishlarni bilmayman. Tayyorliqsizlam ketdim men oq sahnaga. Shuningla sizga mening choshlarimga birdan o'rib o'zingiz shunda chiroyli ratlik qilib qo'ygansiz. Uf, ajab yaxshi deb degan shunchalik illib ketgandim. Mening beshimni bir shunda cho'ng bir silib etgan to'sish. Rahmat. Bunda yaxshi ishlar ajoyib jiqda bu. Ko'p, anglab turmiz. Bayam naqsh aytganda haqiqatan bek tamtirdim. Bek uzun yo'qolib ketgan ekan bu ustozlar qaramay qolsa qanday qilaman deb bek endishda esa menlar qaragandim sizlarga ko'p rahmat. Ming yillik jiroq yadimni anglab tinglaymiz. Rahmat. Bizning shu ishlarimizni qo'llab, o'quvchilarga rag'bat berib, kelganingizdan o'zi noyati bizga bir cho'ng tasalli rag'bat bo'ldi qarang. Uning ustiga sizni bugun shu sahnada ko'rib, biz cheksiz hayajonlandik. Ham bundan keyin sizni davomli shu sahnada ko'rishni xohlaymiz. Bu jiq sizga amroq, sizni qo'llaydiganlarning inkosi. Biz vakili sifatida da'vatimiz. Sizni davomli biz o'zimizning yenida sahnalarimizda birga bo'lishni, birga ko'rishni xohlaymiz. Ko'p rahmat. Cho'qim shunday qilishni. Rahmat. Sizga rahmat.